Assalomu alaykum. Men Madaminova Gulmira, 85-yil tug'ilganman, 39 yoshdaman. Men shu 2020-yil zub bo'qoq kasalligi bilan kasallanganman. Qalqonsimon bez. Shu doktor Nasimov Bektash akani tavsiya qilishdi. Ular juda yaxshi, qo'li yengil jarroh. Meni shu operatsiya qilib, muammolarimni yechib berdi. Yaxshi operatsiya qilishdi. Shu operatsiyadan keyin 2022-yil o'g'illi bo'ldim. Hozir o'g'lim 3 yoshda. Men har 6 oydan kelib ko'rikdan o'tib turaman. Hamma nimalarim yaxshi, ahvolim yaxshi. Avval juda yomon bo'lardim, endi juda ham yaxshiman. Sizlarni ham kelishingizni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Bemorimiz 1985-yil tug'ilganlar. Bizni Shifonur klinikamiz Toshkent filialida 2020-yilda zaharli zob bo'yicha xirurgik amaliyot o'tkazganlar. Buni totalitektomiya, qalqonsimon bezni to'liq olib tashlash xirurgik amaliyotini o'tkazganlar. Hozir yangilikni eshitdik, oldin ham aytgan edik. 1 yildan keyin homilador bo'lgan ekanlar. O'g'illari shu yerda yuribdi, 3 yoshli bola. Hozir qayta ko'rikka kelganlar, 1 yilda 1 marta, 1 yilda 2 marta kelib gormonlarni topshiradilar, tetaga svobodniy. Gormonlariga qarab ichiladigan Eutiroxin dozalarini ba'zi bir holatlarda o'zgartirib turishga to'g'ri keladi. Yoz oylarida boshqa dozani beramiz, qish oylarida boshqa dozani beramiz. Bugungi analizlarga qaraganda ko'rsatkichlari yaxshi. Bemorimiz 10 kilogacha vazn olganlar, oldin juda vaznlari kichkina bo'lardi. Hozir ahvollari yaxshi, hech qanaqa muammo yo'q. Mana shu narsani tushirasan. Eutiroxin yozdik hozir, endi hozircha doimiy bo'lib tursin. Vidantol 10 tomchidan ovqatdan keyin 1 oy 15 kechga ichib turing. Tamom. Analizlarning javoblari chiqqanda javoblarni olib kelmay yuborsangiz ham ko'radi. Agar sizda ham shunday muammolar bo'lsa, Bektash Tursunpo'latovga kelib ko'rinishingiz mumkin. Bektash aka juda tajribali, bilimga ega vrach, qo'li yengil jarroh. Ulardan minnatdorman.